O'rtoqlar, Yashnobod Energy Gruppi zamon loyihasiga kelganmiz. Bu yerdan komplekt holatda 3 xona studiya formatda hujjati bo'yicha 65 kvadrat mebel texnikalari bilan bitta zo'r xonadonimiz chiqqan. Xo'p, qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozir bu turgan joyimizni uyga, ya'nida o'zini shu pod'ezd qismlari, ko'rasizlar, qanaqangi chiroyli dekoratsiyalar qilib qo'yilgan, barcha qulayliklari bor. Hop, biz olib chiqib hovli bilan tanishtiramiz va uy planirovkasiga ketamiz. Ko'rasizlar, zeleniy zona deysizmi, bolalar o'ynash maydonchasi, podzemniy parkovka, mashina qo'yishlik uchun muammolar hech qanaqangi bo'lmaydi. Uyimizda novostroyka bino 9 qavatli va 7-qavatda joylashgan. Qiziq bo'lsa, shundoqqina olib kirib ko'rsatamiz, oxirigacha ko'ring. O'rtoqlar, xonadonimizga kirganimizda ko'rasizlar, prixoshka, shunaqangi prixojniy mebellari, oynalarigacha ertalab yoqilganlarni, sochlarni to'g'rilab chiqishligi uchun sharoitlar bor. Hop, birinchi o'ng qo'lda keladigan xonamiz, ko'rasizlar, studiya formatda zal. Kuxnya studiya qilib yuborilgan, ko'rasizlar, keng, kattagina o'zini tashqariga qaragan balkonlari, shunaqangi komplekt qilib qo'yilgan, konditsioner, yumshoq mebellar va shunaqangi mebel texnikalari barcha qulayliklari bor. Xo'p, buni yonginasidan ko'rishingiz uchun bolalar yotoqxonasi. Xo'p, hamma ehtiyoj uchun kerak bo'ladigan mebel texnikalarini olib qo'yganlar. Xo'p, umumiy sanuzel, dalchi keyingi xonasi. To'g'riga o'tadigan bo'lsak, mana buni qaranglar, kattaligini. Родительский spalni o'rtoqlar. O'zini umumiy sanuzeldan tashqari ichkarida o'zining hojatxonasi, dushov kabinka qilib bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Hojatxona hozir faqatgina buni yonginasida garderobnilarigacha qilib qo'yilgan ekan. Ko'rasizlar, oynada ko'rsatdi hozir. Qarang, shundoqqina qaraganinglarda metro ko'rinib turadi. Детский площадка, binolar, shahar. O'rtoqlar, narxini bu uyimizni 85 ming deb belgiladik. Kelishiladigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiryapmiz. Tezda aloqaga chiqib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Videoga like bosinglar, bizani kuzatishda davom etinglar.